yurak bag'ri tilim dadaxonlar kuylasin. Hay kun kim jahonga keldi Turkiston, jahon bulmaydonga keldi Turkiston. Dadaxon Hasan qo'shiqlari asl muxlislari qalbida hamon aks sado berib turibdi. Keyin uni dushmani ko'paydi Laylo. Laylo Laylo seni yoringda birdan ko'rmoqchi edim o'zim. Haqiqiy ziyolini taqdiri. Ilm murakkablik bu tabiiy narsa bu. Xalq dengizdir, xalq to'lqindir, xalq kuchdir. Xalq isyondir, xalq ofatdir, xalq kuchdir. Bir qismi uni yorug' kunlari deyishim mumkin. Ikkinchi qismini qora bulutlar qamragan yillari deb qarayman. O nog'ora chaluvchilar shu askarlarning o'zi bo'lgan. Maxsus nog'orachi bo'lmagan. Zalni o'rtasidan turganda qo'lni mana shunday qilib hech qachon deganda. Ham iqtisodiy, ham ijtimoiy, ham siyosiy mustaqillik kerak. Jasorat hamma sharoit bor paytda kamdan kam qilinadi. Dadaxon akani tasavvur qilganiga o'xshamagan bir holatlar paydo bo'la boshlagan. Uni eshitgan ham qamaladi, aytgan ham qamaladi. Yuringlar ketdik degan. Dadaxon Hasan uloqni ayirdi va hamonki uloq uning taqimida. Mahalla telekanalida o'tkazib yubormang.